Sadoqat kosmetolog bo'ladimi? Va 11 yil peshona terim bilan to'plagan ham tajriba, ham obro', ham e'tibor, hamma narsamni bitta patsiyentni arzimagan $30 puli uchun sarflab yubormayman. Ayollarimiz ko'pchiligi kosmetologga borib filler muolajasini qildirishadi. Lekin ayollarimiz o'zi bilmaydiki, labiga qancha dozada filler muolajasini qildirish kerak. Juda ko'p patsiyent keladi, lab bor, lekin filler qildirishga kelishadi. Stop deyman. Lutchi bioretalizant ol shu pulga deyman. Yuzingni kачествоsi o'zgaradi. Lab qilmayman. Agar yo'q, shunda ham настаивать qilsa, unda, пожалуйста, eshigim ochiq, boshqa kosmetologga murojaat qilasiz, chunki menga birinchi o'rinda reputatsiya muhim. Ya'ni любой odam so'raydi, bu labingni kim qildi desa, Sadoqat kosmetolog bo'ladimi? Va 11 yil peshona terim bilan to'plagan ham tajriba, ham obro', ham e'tibor, hamma narsamni bitta patsiyentni arzimagan $30 puli uchun sarflab yubormayman. Shuning uchun labni qancha ketishi mumkinmi, qilish kerakmi, qilish kerak emasmi, spetsialist sifatida men ularga kerak deb o'ylasam, bilsam, lozim deb topsam qilaman, bo'lmasa yo'q. Bu kategorически mumkin emas bo'lgan narsa. Bu meni prinsiplarimdan biri.